Qalqonsimon bez faoliyatidagi ilk buzilishlarni biz ilk belgilarini nimada ko'rishimiz mumkin? Qalqonsimon bez aytganimdek o'zi kichkina bo'lgani bilan, lekin unda juda ko'p kasalliklar uchrashi mumkin. Eng ko'p uchraydigani bu qalqonsimon bez gormonlarini yetishmasligi yoki haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilishi. Yetishmasligi bu gipotireoz holatlari deyiladi. Bunda insonlar o'zida nimani kuzatishi mumkinligini aytaman. Birinchi o'rinda uyquchanlik, holsizlik, doimiy charchoq, yig'loqlik, terini qurib ketishi hamda yurak sohasidagi og'riq yoki xotirani buzilib ketishi uchrashi mumkin. Bunday insonlarda soch to'kilishi, tirnoq sinishi, badanni doimiy qurib ketishi kuzatiladi. Aytganimdek, qalqonsimon bezni gormonlarni juda ham ko'p ishlab chiqarish ham bo'lishi mumkin. Gipotireoz. Bu tireotoksikoz holatlari deyiladi. Bu holatlarda insonlarda birinchi o'rinda e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan holat bu insonni ko'zi chaqnab ketadi yoki juda ham ozib ketadi. Qalqonsimon bez sekin ishlaganda inson semirishga moyil bo'ladi. Juda ko'p gormon ishlab chiqarganda esa modda almashuvi tezlashib ketgani hisobiga ozib ketadi. Bunday insonlar umuman uxlolmay qolishadi. Doimiy terlash, yurakka urib ketishi hamda asabiylik ularni charchatib qo'yadi.